Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilar. Mana bugun Sherobod Muroni yoniga bir mijozimizga Salarsin traktor sotdik. Bo'lsa, dastavkasini qilib beramiz. Shunaqa shunaqa turdagi xizmatlar kerak bo'lsa, shunaqa original motokultivatorlardan kerak bo'lsa, bizlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana 178 motor dizelni hisoblanadi. Balonlari ham, sifatlari ham, komplektda 4 qator frezerlari bo'ladi. Mana o'ta oltirib, haydash jarayonini bir chiroyli qilib video qilib beramiz inshaalloh. Ana hozir o'ta oltirib chiqani. Haydaşlar, hayda. Gel abi. Geçir. Shunga o'xshash traktorlar, benzin, solarkaliklari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bu traktorimiz 8 millionga dastavka qilib berildi. Bo'lsa Sherobod Muroni oldiga. Bizga benzin, solarkalik, turli xil turdagi motokultivatorlarimizdan bor. Bemalol kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasiz inshaalloh. Kanalimizga nomerlarimiz qo'yilgan. Xitoyda ishlab chiqarilgan drobilkalar, vodiy drobilkalar kerak bo'lsa, Surxondaryo Delondagi filialimizga bemalol aloqaga chiqarsalaringiz bo'ladi.